O'zimni sabrim yetmay bitta turbani ilib kelgandim. Rezultatni ko'ring-da. Opalarim уже kiryapti mana. Xudoga shukr. Уже mana obstanovkani tekin analiz qilishyapti. Hay malades. Bidan qizig'i mana bu karmushkani ichiga ham paxta qo'yishgan mana. Ana как раз. Mashina ichiga ham joy tayyorlaganda. Mononing ustida bitta ana yotib ketgan o'zi ham. Gnizdoni mana gnizdoda tuxum bor, tuxumlagan. Mana yerda bitta gnizdo yasab olgan. Mana uni ustiga gnizdo yasab olgan. Buni orqasida yana bitta gnizdo bor, u yerda ham bor. Xohlagan joyiga tuxumlashyapti. Xudoga deysiz shukr. Akalar mana obstanovka, opam obstanovkani ko'ryapti. Kommentariyadan juda ko'pchilik yozuvdi, kirmaydi bunga deb. Kirmaganligini sababi qonag'i bo'lmagan katta ehtimol. Xudo xolasa jarayon kutganimdan ham tez amalga oshyapti. Kirganidan xursandman. Men faqat kameralarni tayyorlab, bu yerda uborga qilganimcha уже suqilishyapti. Bu уже rezultat xudo xolasa. Qolganlarni bir qator ilib, videosini joylayman. Nasib bo'lsa, yangiliklar bilan tanishtirib chiqaman. Va bu yerda tuxum qaynab ketgan. Bitta gnizdoda 12 ta 13 tadan. Barakasini bersin xudo xolasa. Ishladi. Qilgan ishimiz samara berishni boshladi o'zi. Tuxum tug'ib olsa, undan ham zo'r bo'ladi xudo xolasa.